Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultayi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Aziz ko'ruvchilar, tuvanda diqqatinglar bugungi xabarlar programmamizning tafsilotida bo'lsin. Dunyoning har qaysi ellardagi Uyg'ur tashkilotlarimiz, siyosiy faoliyatchilarimiz va avom xalqimiz Birlashgan Davlatlar Tashkiloti tomonidan bekitilgan 8-mart xalqaro ayollar kuni munosabati bilan turli shakldagi faoliyatlarni uyushtirish orqali Xitoyning turmalarida, jazo lagerlarida, majburiy emgak maydonlarida inson chidog'siz darajada azob uqubat chekayotgan, qiynash va o'ltirilishga duchor bo'layotgan, majburiy tug'mas qildirayotgan, farzandlaridan majburiy ayirib etilgan, Xitoylar bilan to'y qilishga va qo'shmoq tuqqan bo'lishga majburlanayotgan, milliychi kiyimlaridan mahrum qoldirilib, Xitoyning an'anaviy kiyimlarini kiyib changchala o'ynashga majburlanayotgan vatan ichidagi millionlagan jasur xonim qizlarimizga bo'lgan cheksiz hurmati va qayg'usini ifoda qilish bilan birga, Sharq Turkistonlik xonim qizlarimizni bu xil zulm va qirg'inchilikqa duchor qilayotgan fashist Xitoy hokimiyatiga bo'lgan g'azab nafratini ifoda qilishdi. Shuning bilan birga 8-martni dunyo ayollarining haqlarini qo'g'dash kuni deb bekitgan Birlashgan Davlatlar Tashkilotidan Xitoyning umumyuzlik irqiy qirg'inchiligiga uchrayotgan Sharq Turkistonlik xonim qizlarimizning mavjudligini qo'g'dab qilish uchun jiddiy harakatga o'tishni talab qilishdi. Dunyo Uyg'ur qurultayi bu yillik 8-mart xalqaro ayollar kunini Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini xalqaro jamoatchilikka e'tirof qildirishda va Xitoyning jinoiy qilmishlarini dunyoga fosh qilishda intayin muhim rol o'ynab kelgan jasur va fidokor ayollar shohidlarimizga beg'ishladi va 6-mart kuni Dunyo Uyg'ur qurultayi ayollar komitetining uyushtirishi va jasur lager shohidlarimizdan Zumrat Davud, Qalbinur Sidiq, Gulbahor Xotivaji, Gulbahor Jilolova, Sayragul Savutbay, Tursunay Ziyaudin, Mehrgul Tursun, Gulzira Oylqon qatorliqlarning qatnashida Sharq Turkiston ayollarining ruhi degan temada maxsus muhokama yig'ini uyushtirdi. Yig'inda fidokor lager shohidlarimiz mustabid Xitoy hokimiyatining Sharq Turkistondagi xonim qizlarimizga qarata ilib berayotgan yuqorqidek jinoiy qilmishlarini o'zlarining lagerlarda beshidan kechirgan dahshatli tragediyalarga birlashtirib yana qayta eslatib o'tdi va muhojiratdagi xonim qizlarimizni jasur va g'ayratli bo'lishga va milliy harakatimizga fidokorlik bilan aktiv ishtirok qilishga dalolat qildi. Ondan boshqa bugun 8-mart kuni Dunyo Uyg'ur qurultayi ayollar komitetining mudiri Zumratay Erkin xonimning riyosatchiligida ingliz tilida Sharq Turkiston ayollarining ruhi degan temada muhokama yig'ini o'tkazildi va muhokama yig'inida so'z qilgan qurultay London ishxonasining direktori Rahima Mahmud, kishilik huquqni kuzatish tashkilotining Xitoy ishlari direktori Sofiya Richardson va Uyg'urlar masalasi bo'yicha tadqiqotchi va aktivist Andrea Vardin xonimlar bugun Xitoyning irqiy qirg'inchiligiga eng burun duchor bo'lganlarning milliy mavjudligimizning tubdan kapolati hisoblangan Sharq Turkistondagi xonim qizlarimiz ekanligini, Xitoy hokimiyatining 80-yillarda atalmış planlıq tug'uz siyosati degan shuorni ko'tarib chiqib, Sharq Turkistonlik xonim qizlarimizni majburiy tug'mas qildirish va majburiy bola ko'rish operatsiyasi qildirish orqali navbatdagi umumyuzlik irqiy qirg'inchilikning asosini yaratganligini, agar xalqaro jamoatchilik Xitoyning bu xil jinoiy qilmishini to'sib qolmagan taqdirda butun Sharq Turkiston xalqining millat sifatida yo'qolib ketishga duchor bo'ladiganligini ta'kidlab o'tishdi. Bugun 8-mart xalqaro ayollar kuni munosabati bilan yana markazi Turkiyadagi xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligi 7-mart kuni Istanbulda ko'k ranglik ko'z yeshi degan temada tashviqot faoliyati va 8-mart kuni Turkiyaning Istanbulni o'z ichiga olgan 60 dan ortiq shaharda ko'k ranglik yurish nomli birlashma namoyish faoliyati uyushtirib, zolim Xitoy hokimiyatining Sharq Turkiston xalqiga qarata rahimsizlarcha ilib berayotgan irqiy qirg'inchiligiga va Sharq Turkistonlik xonim qizlarimizga yurgizayotgan jinoiy qilmishlarga qattiq norozilik bildirish bilan birga Turkiya xalqini o'zlari bilan qon va qirindosh bo'lgan Sharq Turkistonlik qirindoshlarga amaliy harakatlar bilan ega chiqishga chaqirdi. Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligi tarafidan 60 dan ortiq shaharda boshlangan ko'k ranglik yurish nomli birlashma namoyish faoliyati bugun kech soat 20 da Istanbulning Saraçxana bog'chasidagi xotirlash murosimi bilan oyoqlashadi. Undan boshqa yana Qozog'iston, O'zbekiston, Qirg'iziston, Kanada, Amerika, Avstraliya, Yaponiya va Yevropa elleridagi Uyg'ur tashkilotlarimiz 8-mart xalqaro ayollar kuni munosabati bilan turli shakldagi xotirlash faoliyatlarini o'tkazish orqali mustabid Xitoy hokimiyatining Sharq Turkistonlik xonim qizlarimizga yurgizayotgan jinoiy qilmishlarga qattiq la'nat o'qish bilan birga xalqaro jamoatchilikni Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'sib qilish uchun Xitoyga qarshi texmo kuchli va unumli tadbirlarni yo'lga qo'yishni talab qilishdi. Erkin Osiyo radiosi 8-mart xalqaro ayollar kuni munosabati bilan 7-mart kuni markazi Washingtondagi Uyg'ur harakati tashkilotining raisi Roshan Abbas xonim, Dunyo Uyg'ur qurultayi London ishxonasining mudiri Rahima Mahmud xonim, Yevropa Uyg'ur institutining mas'uli doktor Dilnur Rayhon xonim va Amerika Uyg'ur birlashmasining hay'at a'zosi Alfidar Iltabir xonim bilan maxsus suhbat uyushtirib, vatan ichidagi xonim qizlarimiz duchor bo'layotgan qirg'inchilik va uni xalqaro jamoatchilikka texmo keng doirada e'tirof qildirishning yo'llari haqida muhokama ilib bordi. Muhojirat yashayotgan ko'plagan qarindoshlarimiz 8-mart xalqaro ayollar kuni munosabati bilan turli ijtimoiy taratqularda fikr yo'llash orqali o'zlarining Sharq Turkistonlik xonim qizlarimizga bo'lgan hurmatini ifoda qilishdi.
Xitoy davlat raisi Xi Jinpingning navbatda Xitoyda davom qilayotgan 13-chi navbatli xalq qurultayı 5-chi yig'ini mezgilida qilgan so'zida Xitoyda atalmish millatlar ittifoqligi va Junxo millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlashning ahamiyatini alohida ta'kidlashi chet ellik kuzatuvchilarning kuchli diqqatini qo'zg'adi. Kuzatuvchilar uning bu so'zlarini Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan xalqlarga qaratib kelgan assimilyatsiya qilish siyosatini davomlashtirganligining ishorati deb qaramoqda. Xi Jinping so'zida millatlar ittifoqligi davlatimizdagi har millat xalqining jon tomiri. Junxo millati o'rtaq gavdasi eng millatlar ittifoqligining asosi. Junxo millati o'rtaq gavdasi ideyaviy asosini uzluksiz mustahkamlab, har qaysi millatlarning Junxo millati cho'ng oilasida onarning donisidek zich o'yishini ilgari surishimiz kerak degan. U so'zida yana munolarni ta'kidlagan. Davlatimiz birlikka kelgan ko'p millatlik davlat. Har qaysi millatlar ittifoq inoq bo'lgan davlat gullanadi. Jamiyat tinch bo'ladi. Xalq baxtli bo'ladi. Aksicha bo'lsa davlat zavolliqqa yuz tutadi. Jamiyatda davolg'ish ko'riladi. Xalq balo qazoga uchraydi. Xi Jinping bu so'zlarni 5-mart kuni 13-chi navbatlik mamlakatlik xalq qurultayı 5-chi yig'iniga qatnashayotgan ishki Mo'ng'ul vakillar o'migining qarab chiqishiga qatnashganda qilgan bo'lib, uning bu so'zi Xitoydagi har millat hukumat taratqullari orqali keng tashviq qilingan. Millatlar ittifoqligi va Junxo millati o'rtaq gavdasi siyosati Xitoy hukumati Uyg'ur elida uzundan buyon tashviq qilib yurgizayotgan siyosatlar bo'lsa-mu, biroq bu navbat Xi Jinpingning qurultaydagi so'zida maxsus bu vaqtda to'xtalishi xalqaro matbuotlarning diqqatini qo'zg'adi. Amerikadagi nopuzliq matbuotlardan Bloomberg gazetida bu vaqtda tarqatgan xabarda Xi Jinpingning yuqorqi so'zlarini uning assimilyatsiya qilish siyosatini davomlashtirganligining ishorati deb baholagan. Amerikadagi kommunizm qurbonlari xotira muzeyining tadqiqotchisi Adrian Zins bu munosabat bilan Erkin Osiyo radiosiga qilgan so'zida assimilyatsiya qilib yo'qotishni asosiy maqsad qilgan bu siyosatlarning davomli holda Xitoy kompartiyasining muhim siyosati bo'ladiganligini bildirdi. U mundaq dedi: Millatlar ittifoqligi uzundan buyon Xitoy hukumatining ochiqchiliq siyosatlarining biri bo'lib kelgan. Millatlar ittifoqligi deganlik amaliyotda Xitoy kompartiyasiga bo'ysunish va Xitoy jamiyatiga singib ketish deganlik bo'lib, bular uzundan buyon Xitoy hukumatining umumiy siyosat nishoni bo'lib kelgan. Xi Jinpingning bu so'zida millatlarning o'zaro yo'g'rilishini yana kuchaytirishni ta'kidlagan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy hukumati Junxo millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlash masalasini yangi davrdagi partiyaning millatlar xizmatining asosiy liniyasi qilishni ta'kidlayotgan bo'lib, Xi Jinping so'zida buni Junxo millatining buyuk ittifoqligini qo'g'dash, Junxo millatining ulug' gullanishidan iborat Xitoy orzusini ishga oshirish ko'zda tutib chiqarilgan muhim zo'r tadbir. Shundaqla tarixiy tajriba saboqlar cho'nqur xulosalab chiqarilgan muhim yakun deb sifatlagan. Adrian Zins apandi so'zida Xi Jinpingning millatlarning yo'g'rilishini davlatning bexatarligi masalasi deb qaraydiganligini bildirdi. U mundaq dedi: Xitoy davatgan yo'g'rilish millatlarni bir yerga akilish, ularni Xitoy millati qilib yo'g'rish va Xitoy kompartiyasining rahbarligiga mutlaq bo'ysunadigan qilish deganlikdir. Ya'ni bir ma'nodan olganda, u Xitoyning davlat bexatarligi uchun Xitoy bo'lmagan millatlarni assimilyatsiya qilish va Xitoy jamiyatiga singdirib etishni ifodalaydi. Xi Jinping rahbarligidagi Xitoy kompartiyasi hukumati 2017-yili Sharq Turkistonda lagerlarni qurib milliondan ortiq Uyg'urni lagerlarga solash, ularning mingisini yuyish harakatlari bilan shug'ullanayotgan bo'lsa, lager sirtidami Uyg'urlarning diniy va milliy urf-odatlarini jinoyatlashtirib cheklash, Uyg'ur ona tilini cheklash, Uyg'urlarning tug'ish nisbatini cheklashda qabihliklar bilan shug'ullanib kelgan. Amerika qatorliq g'arb davlatlari tarafidan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb atalayotgan bu qabihlarning bosh planlovchisining Xi Jinping ishkanligi Xitoy hukumatining oshkorlanib ketgan ichki hujjatlar orqali dunyoga fosh bo'lgan edi. Uning yuqoridagi so'zlarini chet ellardagi kuzatuvchilar Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratayotgan irqiy qirg'inchilik va assimilyatsiya siyosatini davlat bexatarligi masalasi sifatida yanada cho'nqurlashtirib tamomlashtirganligining ifodasi deb qaramoqda. Darvaqa Xi Jinpingning qurultayning qarab chiqish yig'inidagi so'zida Junxo millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlashda ham ko'gili, tutquli bo'ladigan xizmatlarni ishlash ham ko'plagan untinsiz ta'sir ko'rsatadigan ishlarni qilish kerak. Har millat kadrlari partiyaning millat nazariyasi va millat siyosatini umumyuzlik izchillashtirib, Junxo millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlashga foydali bo'lganki xizmatlarni ko'proq ishlashi kerak. Junxo millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlashga foydasiz bo'lganligi ishlarni qat'iy qilmasligi kerak degan. Amerikadagi Core Analytic tadqiqot markazi qurg'uvchisi, Xitoy ishlari tadqiqotchisi Andris Kor apandi bu munosabat bilan Erkin Osiyo radiosiga yo'llagan yozma inkosida Xitoyning assimilyatsiya siyosatining Xitoyning o'ziga foydali oqibat ib kelmaydiganligini aytdi. U ilxitida mundaq degan: Xi Jinping Uyg'urlardan Mo'ng'ullargacha bo'lgan hamma millatlarni assimilyatsiya qilish siyosati yurgizish orqali o'zi va Xitoyning putiga palta chapmoqda. U boshqa millatlar va to'pliqlarning davlatning tahdid emasligini, aksicha ularga kuch qo'shadiganligini tushunishi kerak. Bir davlat ichidagi madaniyat va til guruhlarining ko'p xilligini qabul qilganda va qo'llaganda bu guruhlarning tavallik tuyg'usiga, ularning davlatni qo'g'dash uchun kurash qilish irodasiga erishgili bo'ladi. Ammo ularning huquqlari hujumga uchrasa, ular dal aksini qiladi. Jumladan bu davlatni qabul qilmaydi. Doktor Andris Kor apandi so'zida yana Xitoy o'zini ko'p xillikqa qarashtirish orqali o'z mag'lubiyatiga boradigan yo'lda ketib bormoqda deb ta'kidladi.
Dunyodagi eng chong tor magazini deb ta'riflanayotgan Amazon shirkatining dunyo miqyosidagi tanqid va ayblash cho'qonlariga qaramasdan davomli holda Sharq Turkistondagi majburiy emgakka chetishlik mahsulotlarni setish bilan mashg'ul bo'layotganligi yaqinda texnik zo'r darajada oshkor bo'ldi. 7 mart kuni Texnika oshkorligi qurilishi guruhi e'lon qilgan maxsus dokladda aytilishicha, Amazon shirkatining oshkora ta'minot zanjiridagi 5 ta'minlash nuqtasini muxbirlar va tadqiqotchilar Xitoydagi majburiy emgak bilan bog'lanishligiga bor deb hukm chiqargan. Dokladda aytilishicha, bular ta'min etgan mahsulotlar Amazon shirkatining to'r supasida oshkora setilgan. Yana bir qism savdogarlar bo'lsa Sharq Turkistondagi paxta ishlab chiqarishiga chedishlik majburiy emgak mahsulotlarini bu supida sotgan. Dokladda bu vaqtda aniq qilib, Sharq Turkistondagi paxta mahsulotlari Amerika hukumati e'lon qilgan jazolash tadbirlarida tilga ilingan mahsulotlardir. Hamda Amazon shirkatining Uyg'urlarni majburiy emgak selish va eshinchi emgak kuchini ishga o'rinlashtirish nomida zavodlarga ishchilikqa yetkazish qilmishini qanchalik boshqalishi bir cho'ng savol bo'lib qolmoqda deyilgan. Mazkur doklad e'lon qilingandan keyin NBC agentligi Amazon shirkati bilan Uyg'urlarni majburiy emgakka setish qilmishi to'g'risida aloqalashgan. Amazon shirkatining bayonotchisi Erika Reynoso bu haqda javob qaytarib, shirkatimiz kishilik huquq dafsandichiligiga, jumladan majburiy emgak masalasiga astoydil muomala qiladi. Bu xildagi qilmishning dalil isbotlari ma'lum bo'lgan hamon biz tegishli chora qo'llanib kelyapmiz degan. Xitoyning Amerikadagi bosh elchixonasi bu dokladni asossiz tuhmatdan boshqa narsa emas deb keskin inkor qilgan hamda Xinjiangdagi osonliq millatlarning emgak qilishi butunlay o'z ixtiyorligi bo'yicha bo'ladi deb jo'ylagan. Holbuki dokladda bayon qilingan Xitoy shirkatlarining 300 Uyg'ur ishchini ishlatganligi fosh bo'lgan zavodlarning egasi bo'lib, ular asosliqi elektr uskunalari hamda elektronlik uskunlarning ekranlarini ishlab chiqaradi ekan. Bularning ba'zilari Uyg'urlarning majburiy emgaki haqidagi xabarlar fosh bo'lgandan keyin Uyg'ur ishchilarni zavodlardan tozalagan ekan. Amerikadagi eng donliq oliy maktablarning biri bo'lgan Yale universiteti 5 mart kuni yolg'on uchur va demokratiyaning kelgusi temasida muhokama yig'ini chaqirgan bo'lib, yig'inda Xitoy hukumatining Uyg'urlar haqida ko'plab xato va yolg'on uchurlarni tarqatish masalasi tafsiliy qarab chiqilgan. Yale xabarlarining 7 martdagi obzor maqolasida aytilishicha, bu qitimliq muhokama yig'inining ochilish marosimida mutaxassislar Xitoy hukumatining Sharq Turkistondagi xato va soxta uchur paydo qilish qilmishini muhokamaga qo'ygan. Ular Oqshovqun deb atagan bu harakatda Xitoy hukumati ijtimoiy tarat qo'lida g'oya sursanda soxta hisob ichish, shularning nomida Sharq Turkistondagi xo'shallik va baxtiyorlik haqidagi necha 100 ming uchurni va mazmunlarni ko'plab tarqatish, shu usulda tashqi dunyoga Uyg'urlarning baxtiyor turmush kechirayotganligini tashviq qilish bilan mashg'ul bo'lgan. Mutaxassislarning qarashicha, Xitoy hukumatining Uyg'urlar haqida xato va yolg'on uchur tarqatishi Rossiya hukumatining Ukraina haqida soxta uchur tarqatishi bilan bir qalbda davom qilmoqda ekan. Yig'inda boshqa sohadagi mutaxassislar xalqarodagi mushu xil soxta uchur orqali dunyoni qaymoqtirish hamda shu orqali ma'lum hukumatga xalqaroda hissdoshlik tug'dirish qilmishi haqida fikr qilgan. Rossiyaning Ukrainaga hujum qiladiganligidan Xitoyning oldinburun xabar topganligi va Xitoyning Rossiyadan Beijing qishliq olimpik musobaqasidan burun Ukrainaga hujum qilmasdan talab qilganligi o'ttirg'a chiqqan. Nyu-York vaqti gazetiga chiqqan bir maqolada G'arb istixborot organlari oshkorlagan bir dokladning mazmuni berilgan bo'lib, o'ningda ko'rsatilishicha bu yil 2-oyning 5-ida Xitoyning yuqori darajalik amaldorlari Rossiya amaldorlaridan Beijing olimpik musobaqasidan burun Ukrainaga hujum qilmaslikni talab qilgan. Rossiya Ukrainaga hujum qilishning oldidagi bir haftada Xitoy amaldorlari Rossiyaning jang planidan xabar topib bo'lgan. O'tgan yilning oxirida Amerika bilan Angliya istixborot organlari o'zlari egallagan ma'lumotga asosan Rossiyaning Ukrainaga hujum qiladiganligini to'g'ri faraz qilib Rossiyaga besim ishlatgan va Xitoyni bu hujumga qarshi chiqishga undagan bo'lsa-mu, ammo Xitoy buningga passiv pozitsiya bildirgan. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasini diqqatingizga sundiq. Keyin qitimliq programmamizni ko'rishaylik. Ko'rishchaman bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh. Bizning qanimiz sen uchun ey yurtimiz fido bo'lsin.